Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish barcha tarmoqlar va sohalarda eng avvalo davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu axborot almashishni tezlashtiradi, sohalarda shaffoflikni ta'minlab, korrupsiyaning oldini olishga xizmat qiladi. Paxtakor tumanidagi markaziy buyum va dehqon bozorlarini olib qaraydigan bo'lsak, bozorlarda faoliyat yuritayotgan 233 ta savdo do'konlari faoliyatini raqamlashtirish choralari ko'rilib, bu ishlar bosqichma-bosqich raqamli tizimlarga integratsiya qilinmoqda. Shuningdek, bozorda 172 ta savdo rastalari mavjud bo'lib, ularning barchasi e-bozor elektron platformasiga ulangan. Bu o'z navbatida savdo jarayonlari, to'lovdagi hisob-kitob ishlari, savdo joylari to'g'risidagi ma'lumotlarni elektron shaklda yuritish, bo'sh savdo nuqtalarini ochiq va shaffof tarzda kuzatib borish. Bir so'z bilan aytganda, bozor boshqaruvini zamonaviy axborot tizimlari asosida tashkil etish imkonini bermoqda. Bu yerda inson omili cheklangan, ya'ni bu yerda hamma narsa tizimimiz raqamlashtirilgan, shartnomalar ham onlayn, hammasi programmada ko'rinadi. To'lov tizimi ham hech pul to'lagan bo'lsa, programma orqali ko'rinib turadi. Bu yerda odamlar ishtirokisiz, bozorda ma'muriyatining ishtirokisiz to'lovlar amalga oshiriladi hamda u natijalari to'liq kuzatib boriladi. Bu platformamiz departamentga, soliq organlariga to'liq ulangan. Bozorimizdagi savdo rastalarini faoliyat yurityapti yoki yuritmayotganligini to'liq 24/7 tizimda kuzatib borish imkoniyati yaratilgan hamda xavfsiz hudud sifatida kuzatib borish imkoniyatlari to'liq yaratilgan. Ta'kidlash joiz, dehqon, sotuvchi va xaridorlarning bozorga kelib ketishlari uchun avtoturargohlarning bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Shu sababdan bozor orqasidagi mana bu joyda zamonaviy avtoturargoh barpo etilyapti. E'tiborlisi, bir vaqtning o'zida 170 ta avtotransport vositalariga xizmat ko'rsatuvchi mazkur avtoturargohga raqamli texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilab olingan. Hozirda maydonni asfalt qilishga tayyorlash maqsadida bu yerda yerni tekislash, shag'illashtirish, yerni zichlashtirish hamda elektr va telekommunikatsiya tarmoqlarini o'rnatish ishlari nihoyasiga yetkazilmoqda. Yaqin kunlar ichida foydalanishga topshiramiz. Bu avtoturargoh raqamlashtiriladi, ya'ni 170 ta avtomobil band bo'lganmi yoki bo'sh joylar mavjudligi haqida to'liq monitorda ko'rib boriladi. Maqsad yashirin iqtisodiyotni yo'q qilish, aqlli shlagbon qo'yilishi ta'minlanmoqda. Avtoturargohda foydalanganlik uchun to'lovlar naqd pulsiz amalga oshiriladi, ya'ni QR kodli pul ko'chirish yo'li orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, bozor oldidan o'tuvchi katta yo'l yoqasida 120 ta avtomobilga xizmat ko'rsata oladigan bir yoqlama harakatlanuvchi pullik avtoturargohni ham raqamlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Buning uchun aqlli shlagbaumlar o'rnatildi. Raqamlashtirish chora-tadbirlarini Mirzacho'l dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyatida ham ko'rish mumkin. Ma'lum qilinishicha, bu yerda savdo jarayonlarini avtomatlashtirish, elektron hisob-kitoblarni kengaytirish, tadbirkorlar faoliyatini raqamli nazorat qilishga viloyatda birinchilardan bo'lib kirishilgan. Savdo jarayonlarini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish va shu orqali ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish ishlari tahlil va boshqaruv xonasida boshqarib boriladi. Elektron platforma raqamli tizimlarga integratsiya qilingan. Bozorga tegishli avtoturargoh hamda bozor hududidagi rastalarimiz bosqichma-bosqich raqamlashtirish jarayoniga o'tyapti. Buning afzalliklari, demak, har bir narsa shaffof ko'rinib turadi va yashirin iqtisodiyotning oldi olinadi. Budjet tushumi, soliq tushumi prognoz bo'yicha 2 barobarga oshiriladi. Rastalarimiz, avtoturargohimiz to'liq kameralashtirilgan, ya'ni har bitta rastamiz o'sha kamerada ko'rinib turadi hammasi. To'lov tizimlarimiz to'liq QR kod orqali amalga oshiriladigan tizimga o'tiladi. Sotuvchilar va bozor ma'muriyati o'rtasidagi shartnomalar ham to'liq elektron tizimga o'tiladi. Chindanda barcha sohalar kabi bozorlarga ham raqamli texnologiyalarning kirib kelishi yashirin iqtisodiyotning oldini olishga xizmat qiladi. Bu o'z navbatida hudud infratuzilmasini yaxshilab ko'rsatiladigan xizmatlar sifatining oshishiga olib keladi. Mana shu islohotlar bois endilikda Mirzacho'l dehqon bozoridagi mavjud sharoitlar tubdan o'zgarib, dehqon, sotuvchi va xaridorlar uchun zamonaviy qulayliklar yaratiladigan bo'ldi. Ko'rib guvohi bo'layotganingizdek, bozorning yangi loyihasidan tashqari ayni paytda bozorga qarashli bo'lgan 50 ta avtotransport vositalariga xizmat qiluvchi 200 metr kvadrat avtoturargoh hamda bozor hududiga tutashgan 500 metrlik yo'lni asfaltlash ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. O'z o'rnida bu Mirzacho'l tumani aholisi hamda mehmonlar uchun o'ziga xos qulaylik yaratadi.